Bugun sizlarga bort kuzatuvchi sifatida bir kunim qanday o'tganini ko'rsatib beraman. Va orada ko'p so'raladigan savolingizga ham javob berib o'taman. Ertalab 7 da turib, chemodanimni 7 kunlik safarga tayyorlashni boshladim. Ko'pchilik opa-singillarimizdan keladigan savol: hijobli qizlarni styuardessalikka ishga olishadimi? O'zbekiston aviakompaniyalarida styuardessalar uchun qat'iy forma talablari bor. Shuning uchun hijobda ishlash imkoniyati berilmaydi. Soat 10:00 va men aeroportga yo'l oldim. 50 daqiqa deganda manzilga ham yetib keldim. Oldinda bizni 50 daqiqalik parvoz kutmoqda. Bort kuzatuvchi emas, deadhead bo'lib uchamiz. Aviatsiyada yo'lovchi bo'lib uchgan bort kuzatuvchilar deadhead deyiladi. Va bir zum deganda Samarqand xalqaro aeroportiga kelib qo'ndik. Qornimiz juda ham och. Soat 16:00 bo'lganiga qaramasdan mehmonxonamiz bizga obed taklif qildi. Ovqatdan so'ng o'z an'analarimga sodiq qolgan holda kofe tayyorlab, dush qabul qilib, dam olib o'tirdim. Keyin esa kechki ovqat va kechki sayr. Shu bilan bir kunim o'z nihoyasiga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, plyus qoldiring. See you on board.